Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Qadrdonim, omonmisiz? Xo'p, alhamdulillah, yana bir go'zal ijod. O'ta bir go'zal fasonda o'z nihoyasiga yetdi. Xullas, mahallada, o'zimizda tug'ilib o'sgan mahallada, Farg'ona viloyati Beshariq tumanida xullas erinmadik inshaalloh. Juda go'zal qilib, ishlarni bittalab kesib, xohlasa juda bir ajoyib qilib bitkizdik. Svetlarni o'rnatib, sharoit xullas o'ta bir go'zal sharoitda bo'ldi. Mo'ykasi, xo'p, gazli plitamiz, 30 litrli qozonimiz va 60 litrli qozonlarimiz xudo xolasa xizmatga tayyor. Inshaalloh bu qozonlarda xudo xolasa yaxshi ihsollar, katta ihsollar bo'lsin inshaalloh. Xo'p, qadrdon, bitkazdik. Xullas, joyimiz razmerini har safar so'rayapsizlar, mayli aytib o'tib ketaman. 2,5 metrga bu yog'i hozir aytaman 380. Mana shuncha narsa mana sig'di. Agar siz ham kichikroq joyingiz bo'lsa, nima qilishga o'ylanayotgan bo'lsangiz, mana oddiygina variant hammasi bor. Tandir xohlamasangiz, mana tandir shart emas. Bitkazib 2 o'choq, gaz, mo'yka qilib, maza qilib xullas ishlatasiz. Qadrdon, lekin o'zimga ham yoqqani, svetlari o'ta bir go'zal bo'lib chiqdi. Mashalloh. Xo'p, qadrdon, sinov jarayonni ko'ramiz. Kech bo'lib qoldi. Biz ham endi uyga borib dam olamiz, xudo xolasa. Jasur akam qani barakali qo'llari bilan yoqadi. 30 litrligimizda xullas yoqib, tuzlarni solib, qaynatdik. Qozonga, yangi qozonga xullas somonloy bir balolar shart emas. Suv to'ldirasiz. O'sha kichikroq qozonga bir kosa deng mana. Bir kosa tuz solasiz. Qaynatasiz, tamom. O'sha yangi qozondagi o'sha oltin gurgut, har xil moddalar xullas chiqib ketadi. Qozon ishlatishga tayyor bo'ladi. Shu holatda. Xo'p, yonmagan holatida 60 litrligimizni tortishi super plizos o'choqlar xullas qadrdon bo'ladi. Keyingisi shu holatda. Qani orqaga torting, necha metrgacha, necha santimetrgacha. Metrga hali chiqqanimiz yo'q, inshaalloh chiqamiz. Xudo xolasa, shamda pishadigan qilib qilmoqchimiz inshaalloh ustoz bilan birgalikda, ustoz Nodir akam bilan birgalikda shuni harakat etamiz. Xudo xolasa, bitta sham bilan ovqat pishirsa bo'ladigan qilamiz, xudo xolasa. Xo'p, qadrdonim, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Alloh panohiga bo'ling. Inshaalloh siznikida shunday go'zal ijodlar nasib qilsin, xudo xolasa. Siznikida ko'rishaylik. Aytib o'tdim, xudo xolasa bu yilga zakazimiz to'ldi. Keyingi yilga inshaalloh fevraldan boshladik. Telefon qilib bemalol o'chirtga hozirlashingiz mumkin. Sog' bo'ling qadrdon. Vaqtingizga rozi bo'ling.